Assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan barchaga, tanimagan barcha vatandoshlarimizga. Men Akmal Asrorov, Biyargan kimyo institutida faoliyat olib boraman. E, Akamiz, hamkasbimiz Nodir aka Normuhammadov bo'ladilar, o'zlarini tanishtiradilar. E, Anchadan beri niyat qilib yurgandik podkast tashkil qilish masalasini. Va bu podkast orqali O'zbekistondagi ilm-fan sohasida faoliyat yuritayotgan ko'zga ko'ringan vatandoshlarimizni ilm ahliga tanishtirish va shu bahonasida ilm-fandagi bo'layotgan jarayonlar bilan yaqinroq tanishish maqsadimiz bor edi. Ushbu podkastimizni nomini Tafakkur deb nomladik. Siz azizlardan podkastimizni qo'llab-quvvatlashinglarni umid qilib qolamiz. Like bosish biz uchun kommersializatsiya uchun, umuman bizga ko'proq umid berish uchun, motivatsiya berish uchun shart ekan. Shu narsani sizlardan umid qilib qolamiz. O'zim Akmal Asrorov Biyargan kimyo institutida katta ilmiy xodim bo'lib faoliyat yuritaman. Mutaxassisligimiz Biyargan kimyo. Nodir aka, endi o'zingizni tanishtirsangiz, marhamat. Nodir akamiz bilan anchadan beri tanishmiz. Umid qilamiz ushbu podkastimiz ko'p yillar davom etadi. Aka, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli bu mazkur yangi podkastni kuzatuvchilari. Man Akmaljon aytganlaridek, biz ancha yildan beri bir-birimizni taniymiz va shu tufayli aytmoqchimanki, mani ham o'zimni mutaxassisligim bioorganik kimyo ixtisosligi. O'zim ancha yillardan beri O'zbekiston Fanlar akademiyasi bioorganik kimyo institutida faoliyat olib borganman va hozirda Toshkent farmatsevtika institutini ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor lavozimida ishlayman. Mana shu faoliyat bilan shug'ullanaman. Shu Akmaljon aytganlaridek, haqiqatdan ham bizni maqsadimiz mana shu ilm bilan shug'ullanayotgan ilm ahlini bu ilmga qanday kirib kelganligi va ilmni yo'lida qanday qiyinchilik, qanaqa yutuqlar va hokazolarga erishganligini bir misol sifatida tabiiy o'sha insonni hayoti yo'li, qiziqishlari, yutuqlari, ilmiy qiziqishlarini bahs yuritgan holatda, savol-javob qilgan holatda sizlarga ilmiy ommabop tarzda yetkazib berishni niyat qilganmiz. Mana shu niyatimiz bor. Endi bizda asosiy maqsadimiz bu yerda bir pul topish yoki bir nima qilish emas. Faqat shu xolis mana shu ilmni qanday erishiladi, ayniqsa yosh avlodga qanaqa yo'llari bo'ladi, qanaqa uzoq yillik tajribalar qanday yordam beradi, mana shularni biz muhokama qilmoqchimiz. Nodir aka, rahmat. Men hozir kommersializatsiya degan so'zni noto'g'ri ishlatib qo'ydim shekilli deb o'yladim. Sizni maqsadimiz pul topish emas deganingizdan keyin ozgina shu yerda tuzatish berib ketay. E, Endi YouTube'ga misol uchun biz qo'yganimizdan keyin katta ehtimol misol uchun million prosmotrga erisha olmasligimizga ko'zimiz yetadi. Maqsadimiz aytaylik, 1000 ta odam ko'rar, 10 mingta odam ko'rar. Bu kommersializatsiya degandan maqsadimiz ertaga misol uchun birorta homiy chiqib qoladigan bo'lsa, Toshkentda aytaylik birorta xonani ijaraga olish imkoniyatlari bo'lib qolar. Chunki hozir boshlanishiga biz Zoom orqali buni tashkil qilishdan boshqa variantimiz yo'q. Mehmonlarimiz bilan misol uchun suhbatimiz yana ham misol uchun tabiiyroq kechishi uchun sharoit qilish bir imkoniyatlar bo'lib qolar. Shu degan masalani niyatda aytgan edim. Aka, endi shu yerda hozir bir narsani aytib o'tib ketay. Siz bilan hali gaplashishga unchalik ulgurmadim buni aytib qo'yishga. Birinchi, ikkinchi, uchinchi sonlarimizga xudo xohlasa mehmonlarimiz bor. Birinchi mehmonimizni siz bilan kelishganimizda xudo xohlasa ustozimiz Abdullayev Shavkat Vohidovich bo'ladilar, Namangan davlat universiteti professori. Bu ustozimiz haqlarida endi
keyingi shu birinchi mehmon chaqiriladigan sonimizda alohida gapiramiz. Keyingi ikkita mehmonimiz endi vaqtini kelishamiz, Xudo xohlasa, Muzaffar aka Asrorov. Bu domla bilan ham kelishuvga erishdik. Jamoliddin Razzoqov domla og'aynimiz, birodarimiz, bu kishi bilan ham kelishuvga erishganman. Siz azizlarda agar kim bilandir ko'proq suhbat qilish, yaqinroq tanishish niyatinglar bo'ladigan bo'lsa, YouTube'dagi shu kommentlar qatoriga yozsalar, albatta bundan ham kelib chiqib o'sha mehmonlar bilan ham muloqot uyushtirishga harakat qilamiz. Nodir aka, marhamat. Fikringiz bo'lsa. Albatta, bu ustozlarni taklif qilishimizdan maqsad birinchidan yoshi ulug' ustozlarni tajriba yo'li, mana shu ilm yo'lini anchagina bosib o'tgan va uzoq yillik tajribaga ega bo'lganliklari sababli ularni biz jalb qilayotganimiz sababi mana shu yoshlar ko'pincha baribir biz istaymizmi istamaymizmi kimnidir kumir qilib oladi. Ya'ni bizning yoshligimizda o'sha endi ilm yo'liga kirib kelayotgan paytimizda albatta professorlar, ilmiy darajali yoshi katta ustozlarni, akademiklarni biografiyasini juda qiziqish bilan o'qiganmiz, kuzatganmiz. Ular qanday ishlar bilan shug'ullangan, qanaqa ilmiy ishlar bilan shug'ullangan, qaysi yilda, necha yoshda qanaqa darajaga erishgan va hokazolarni kuzatganmiz. Shu tufayli mana shu yoshi ulug' ustozlarni, undan tashqari yosh bizni hozirda eng faol bo'lib ilm yuritayotgan yosh hamkasblarimizni berishimizdan maqsadi ham hozirgi davrni yoshlari qanaqa, hozirgi davrni yoshlari qanday ilm bilan shug'ullanyapti va bu orqali qanday darajalarga erishayotganligi va hokazo, mana shunaqa bugungi kunni ilm fani yoshlar nigohida qanaqa o'zini aksini topyapti, mana shularni qiziqish bildirganimiz uchun bularni taklif qilganmiz. Albatta, man o'ylaymanki sondan keyingi soniga yana ham qiziqarli bo'lib boradi deb hisoblayman. Albatta, biz mana Akmaljon siz bilan kelishganimizda ularga beriladigan har xil mavzudagi savollarimiz albatta bo'ladi. Aynan yosh avlodni yoki umuman bugungi kunda ilmda faol bo'lgan yoshlarni ham yoki yosh kattalarni ham qiziqtirayotgan savollar nafaqat ilm fanda, balki albatta uzviy bog'liq bu ta'lim tizimidagi bugungi kunda islohotlar ketyapti. Mana shu islohotlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ba'zi bir shu bizni qiziqtirgan savollarni beramiz va ularni fikrini o'rganamiz. Albatta, bu fikrlar menimcha bizga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Nodir aka, hozir shu bir fikr hayolimga keldi. Biz student bo'lib o'qib yurganimizda Namangan davlat universitetida deyarli 2-3 yilda bir Shavkat Vohidovich ustozimiz Obid Sodiqov xotirasiga bag'ishlangan konferensiya uyushtirardilar. Men o'ylayman, sizlar davringlarda ham bu narsa boshlangan bo'lsa kerak. Shunda Obid Sodiqovichni o'g'illari, Xudo rahmat qilsin, u kishini ham Alisher Sodiqov konferensiyaga kelgandilar Namanganga, universitetga. Obid Sodiqov endi biz uchun katta siymo bo'lganlar, katta olim bo'lganlar, hozirda ham shunaqa darajadagi olim hayolimizda. Endi o'sha payt uchun studentlar uchun katta bir axborot manbai sifatida qaralgan odam Obid Sodiqovich. Endi u kishini o'g'illari kelganligi biz uchun katta bir yangilik bo'lganda, demoqchimanki, hozirgi kunda internet zamoni, imkoniyat ko'p. Aytaylik, misol uchun katta O'zbekistondagi akademiklarni, katta yutuqlarga erishgan yosh olimlarni misol uchun o'zbek tilida gaplashuvchi auditoriyaga tanishtirishimiz o'zimiz uchun ham misol uchun katta yangilik bo'ladi deb o'ylayman. Lekin aynan ko'p sonli misol uchun talabalarimiz uchun men o'ylayman bu ilmga qiziqishlarida katta rol o'ynasa kerak. O'zimizni studentlik hayotimdan kelib chiqib bir shunaqa hozir bir xulosalar keldi menga.
Marhamat, gapingiz bo'lsa. Albatta, albatta siz aytgandek bu bunday dagi anjumanlarni yo'lga qo'yilganligi haqiqatdan ham o'sha yosh e, qiziquvchilar deymizmi, umuman ilmga endi kirib kelayotgan talabalar, e, magistrlar, doktorantlar, yosh olimlarni juda o'ziga tortadi. Sababi u yerda qatnashadigan olimlar aytganimizdek katta tajribaga ega, nomdor, ancha yillar faoliyat yuritganligi sababli biz ularni siymosida ilm fanni e, katta bir mashaqqatini, katta bir nima deymiz, o'sha yutuqlarini va hokazolarni ko'ramiz va u kishi bilan ko'proq suhbat qurishga, ularni tajribasini o'zlashtirishga harakat qilgan paytlarimiz bo'lgan. Shuning uchun ham man o'ylayman, bunday uchrashuvlarni tashkil qilishda albatta u kishilarni nafaqat biz quruq kitobdan o'qib yoki bir ularni maqolalarini o'qish emas, balki u kishi mana shu e, ilmni bilan o'zini hayotini qanday uyg'un qila oldi. Bu faqatgina e, quruq fan uchun emas, balki bu omma uchun yoki xalq uchun qanday bir nimasi bor, ta'siri bor, u bilan qanchalik bog'langan. Chunki olim odam hech qachon jamiyatdan ajralib qololmaydi. U ham bir jamiyatni a'zosi, u oilani a'zosi. Albatta har bir jamiyat a'zosi kechirgan nimadir kechinmalar, qiyinchiliklar, xursandchiliklar va hokazo hammasi ana shu olimlar hayotida ham bo'ladi. Hı hı. Lekin mana shu olimlar mana shu e, e, voqealar bilan qanchalik darajada o'zini ilmini bog'lay olgan va biz hali bu to'g'risida ko'p gaplashamiz. Masalan, qiyinchilik bo'lgan paytda, qandaydir bir muvaffaqiyatsizlikka uchragan paytida u qanday qilib shu muvaffaqiyatsizlikni yengib o'tgan va Hı hı. yana shu ilmga o'zini baxshida qila olganligi haqida savollarni biz beramiz. Albatta bu o'zimizni hayotimizda ham kechib o'tgan bu narsalarni e, albatta yoshlarga berishimiz kerak, sababi bu tajriba, katta tajriba maktabi. Uni o'zlashtirish kerak. Haliyam o'zlashtiramiz. Mana biz ustozlarimizdan juda ko'p narsani o'zlashtiramiz. Va bu davom etadi. Hech qachon to'xtab qolmaydi. Hı hı. Rahmat Nodir aka. Hozir savollar deganingizda shu bir fikr hayolimga keldi. Auditoriyaga qarab shuni aytmoqchiman. Bizni ko'rib turgan tomoshabinlarga, ukalarimizga, singillarimizga sizda misol uchun qaysi o'zbekistonlik olim bilan suhbat qurish imkoniyati bo'lishini xohlaysiz? Buni kommentlarga yozing va aynan nima savollar berishimizni ham xohlaysiz, shularni ham yozib qo'ysalar maqsadga muvofiq bo'ladi. Aytib o'tishimiz kerak, misol uchun deyarli hammaga beriladigan savollarimiz bizda oldindan bor. Misol uchun hozirgi kunda sun'iy intellektdan foydalanish masalasi, yoshi katta misol uchun professorlarga ham shu savolni berib ularni tajribasini so'rash maqsadimiz bor. Albatta yoshroq aytaylik, misol uchun tadqiqotchi olimlarimizga ham bu savollar beriladi. Til masalasi bor bu yerda. Albatta ingliz tili siz hozirgi kunda fan va tadqiqotni rivojlantirish iloji yo'q, imkoni umuman yo'q. Buni misol uchun aytaylik 10 yillar oldin biz tushunib bo'lganmiz. O'zbekistonda hozirgi kundagi islohotlar tilni o'rganishni yaxshi targ'ib qilyapti. Bu ham albatta bizni rejamizda bor. Til masalasi, tilga bo'lgan munosabat olimlarimizdagi va yana qanaqa savollaringlar misol uchun sizlarda bo'lishi mumkin. Buni yozib ketsalar, albatta o'qiymiz. Hisobga olamiz fikringlarni, albatta hisobga olamiz. Yana bir marta aytib o'tib ketay, layk qo'ysangiz yaxshiroq bo'lar ekan. O'zim YouTube'da videolarim bor, biror marta so'ramaganman adashmasam, lekin bu masala endi ko'pchilikka yetib borish nuqtai nazaridan layk qo'yishinglarni so'rab qolamiz. Nodir aka, marhamat, gapingiz bo'lsa. Albatta
Akmaljon, mana siz ta'kidlab o'tganingizdek, bu narsa keng auditoriyaga yetib borishi kerakligini sababi, birinchidan, e, tan olish kerak, ancha uzoq yillardan beri bu mana mustaqillikka erishdik. Mustaqillikka erishganimizdan keyin, e, albatta, bir paytlar butun ittifoq o'zaro hamkorligi bo'lgan ilm fanda, ta'limda ham xuddi shunaqa. Keyin mustaqillikka erishilgandan keyin, albatta, O'zbekiston o'zini ilm fanini rivojlantirish kerak bo'lib qoldi va e, bu bo'yicha ancha ishlar qilingan. Shu ustozlarimizni oldingi ishlarini ham ko'rishimiz mumkin va davlatimiz tomonidan berilayotgan e'tibor, bugungi e, mana bu islohotlar hammasi yaxshi, ko'z tegmasin, juda yaxshi davom etyapti. Va shu asnoda bizni yoshlarimiz, nafaqat yoshlarimiz, balki aytaylik, bugungi kunda PhD darajasiga ega bo'lgan yoki fan doktori darajasiga ega bo'lgan olimlarimiz, yosh olimlarimiz o'zlari ham ustozlik qilishlariga to'g'ri keladi. Sababi, albatta, bu an'ana davom etishi kerak va mana shu an'anani davom ettirishda to'g'ridan to'g'ri hech qaysi shogird o'zidan o'zi kimgadir ustozlik qilib ketolmaydi. Hı Mana shu hı. narsani o'rganish qaysi ma'noda bo'ladi? Ya'ni ustozlarni tajribasini o'rganish asosida. Va har bitta, e, masalan, man ham o'zimni shogirdlarimga masalan o'sha vazifalar berish yoki ularni ilmiy ishini qay darajada to'g'ri yo'lga yo'naltirish va hokazolarda, albatta, ustozlarni menga bergan o'gitlaridan foydalanaman, harakat qilaman qanaqa yo'l tutish kerak. Chunki ilm shunaqa nozik narsaki, u ijod bilan bo'ladigan narsada. Aha. Ijodda, albatta, agar siz qo'pol yoki bir e, umuman ilm fan sohasida bo'lmagan bir talablarni qo'yadigan bo'lsangiz, u yerda ijodkorlikni chegaralab qo'yishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun ham, albatta, bu ustoz shogird tizimiga ham e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. Sababi, ustoz umuman boshqa xarakterli odam bo'lishi mumkin. Shogird umuman boshqa xarakterli odam bo'lishi mumkin. Va bular o'zaro kelishib, ana shu ilmiy ishni davom ettirish kerak bo'ladi. Ana shu Hı. oralig'ida shogird va ustoz o'rtasidagi munosabatlarda qanaqa e, masalan tajribalar bor. Aytaylik, ustoz o'zini shogirdlarini, o'zini maktabini yaratayotgan paytda qanaqa yo'l tutadi? Mana shu narsalarni ham biz, albatta, bizni kuzatuvchilarimiz, mana shu podkast kuzatuvchilari suhbat davomida o'rganishlari mumkin. Va bu nafaqat yoshlarga, balki o'sha ustozlik qilayotgan yosh olimlarga ham, manimcha, yaxshigina maktab bo'lishi kerak aslida. Chunki hech qaysi ilmiy darajali, yuksak tajribali olimimiz yo'qki, ularni shogirdi bo'lmasin. Ularni bir Albatta. nechta shogirdlari bor. Mana shu shogirdlarni bilan birgalikda ishlashda qanaqa yutuqlar bo'lgan, qanaqa kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin va hokazo, mana shularni qanaqa qilib yengib o'tganligini ham biz aytib o'tishimiz kerak, manimcha. Bu Rahmat. ham yaxshigina Nodir, maktab bo'ladi. Nodir aka, bitta fikringizga qo'shimcha qilib ketay. Mana ustoz shogird degan fikringiz davomi sifatida ustoz shogird an'analarni davom ettirish, ustoz shogird termini deyay, hozir hayolimga boshqa fikr kelmayapti. Ustoz shogird atamasi, termini bizni podkastimizni asosiy terminlaridan bittasi, asosiy aytaylik g'oyalardan bittasi. Birinchi uchta mehmonimizni boya sizlarga aytib o'tganimiz ustozimiz Shavkat Vohidovich Abdullayev 100 dan ortiq shogird chiqarganlar deb aytsak bo'laveradi. Nodir aka, Nodir opa borlar, bizda Abdullajonova, sizlar adashmasam birinchi shogirdlardan sizlar. Ustozimiz Shavkat Vohidovich, ya'ni PhD darajasiga erishgan, bevosita sizlarga ustozlik qilganlar. Ustoz Muzaffar aka Asrarov ko'p shogirdlarni chiqarganlar.
yigirmada o'ttiztadan ortiq PhD doktor nauk shogirdlari bo'lgan, fan doktori, uzr, ruscha aralashib qoladi ba'zida. Jamoliddin Razzoqov domla ham hozirgi kunda adashmasam 40 yosh atrofida o'zlari, lekin e, adashmasam hozir 20tadan ko'p PhD va magistr shogirdlari bor. Katta daraja, bunaqa darajaga erishish o'zi oson emas. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ustoz shogird darajasida katta yutuqlarga erishgan olimlarni ommaga olib chiqish albatta bizni rejalarimizni asosiy qismlaridan bittasi. Ya'ni jamiyatni rivojlanishi ustoz shogird an'anasiz bo'lmaydi. Biz buni albatta hisobga olamiz va kim bilandir suhbat qurish bir talabinglar, niyatinglar bo'ladigan bo'lsa, albatta bu tomonni ham hisobga olsanglar to'g'riroq bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim shu edi. Nodir aka, fikringiz bo'lsa yana davom ettiravering. Uzr. Ha, endi ikkinchi yana bitta nimam gapirmoqchi bo'lganim mana tafakkur deb nomladiga podkastni. Aha. Nima uchun tafakkur? Tafakkur deyilishiga sabab albatta tafakkur yuritish uchun odamda birinchidan bilim olish kerak bo'ladi. Va shu bilimni mana biz bilamiz, bilimda bu kuzatish va albatta empirik nima bor? Tajriba. Ya'ni bu dunyoni kuzatishimiz mumkin. Har qanday obyektni kuzatishimiz mumkin va uni ustida tafakkur yuritishimiz kerak bo'ladi. Tafakkur yuritganimiz bu nima uchun shu narsa shunaqa yoki nimaga degan savolni o'rtaga qo'yishimiz kerak. Manimcha manda internet ozgina muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Agar uzilish bo'ladigan bo'lsa uzr so'rayman. Uzilish bo'layotgan bo'lsa. Ovozingiz bemalol Lekin eshitilyapti. mana shu tafakkur deb nomlashimizga sababi shu, ya'ni dunyo to'g'risida, dunyo to'g'risida, umuman butun mana shu ilmiy tadqiqot to'g'risida o'zi aslida nima? Bugungi kunda ilm fanga kirib kelayotgan yoshlarimizga juda ko'p aytaman. Buni hatto o'sha man magistrlarga dars beraman ilmiy tadqiqot metodologiyasi bo'yicha va mana shu darslarimda ham ko'p ta'kidlayman. Olim odam o'ziga har bir berilayotgan yoki kuzatilayotgan voqea hodisaga nimaga degan savolni qo'ymas ekan, u odamni olim deb atash mumkin emas. Ya'ni doim mana shu nimaga degan savol uni oldida ko'ndalang bo'lishi kerak va mana shu nimagaga javob topishga imkon darajasida harakat qilish kerak bo'ladi. Va sizni ham mani ham bilaman, mana bu ilmga kirib kelishimizda juda ko'p voqealar, hodisalar sabab bo'lgan. O'zimizga yarasha asoslarimiz bor bunga. Mana shu joyda ham asosan manimcha eng asosiy rolni mana shu tafakkur o'ynaydi. Ya'ni nimaga degan savolni biz o'zimizga qo'ya olgan ekanmiz, demak mana shu ilm yo'liga qiziqishimiz haligacha davom etyapti. Albatta. Mana o'sha yoshligimda eslayman, hali maktab o'quvchisi davrida bo'lganmiz. Bizda qishloqda nima bo'lardi? Dorixona bo'lardi. U paytlarda dorixonalar bunaqa ko'p emas. Ana shu dorixonalardan bittasiga kirgan paytimizda ro'parada devorda Ibn Sinoni hikmati osig'liq turardi. Ya'ni o'sha qancha ko'p bilgan bo'lsam ham man hech narsa bilmaganligimni bildim degan ma'nodagi hikmat. Shu narsa bu ilmiy odamni yoki ilm ahlini shiori bo'lishi kerak. Sababi bildim, hamma narsani bildim desa u odam to'xtagan bo'ladi. U odam cho'qqiga qanaqadir o'zini maqsadiga erishib qolganday bo'ladi. Bu maqsad man o'ylayman butun dunyoni anglash, butun dunyoni savoliga javob topish bu juda murakkab narsa va har kimni qo'lida ham kelmaydi. Demak, inson o'zini oldiga doim nimaga degan savolni qo'yar ekan, tafakkur qilar ekan, demak u hali o'sishda davom etadi. Mana shu narsani man ko'p yoshlarga aytaman.
hech qachon maqsadingiz bunaqa tor bo'lmasin. Ya'ni faqat oldinga qarab shunaqa katta maqsad qo'yish kerakki, e, shuni yo'lida izlanish kerak. Shunda siz to'xtab qolmaysiz, harakat qilasiz. Ana shu uchun ham man aytmoqchimanki, bu tafakkur podkasti juda ko'plab mana shunaqa oldiga qo'yilgan maqsadlarni ko'rsatib beradi va bu maqsadlarga erishish uchun qanaqa e, vazifalar bajarilgan va bajarilyapti va kelgusidagi maqsadlar. Mana shu bizni mehmonlarimiz kelgusida qanaqa maqsadlar qo'yilgan oldilariga. Bularni o'rganish ham bizni tafakkur podkastini asosiy mavzulardan bo'lib qoladi deb o'ylayman. Xudo xohlasa. Rahmat. Nodir aka, fikringizni davom ettiraman. E, Biz aytaylik, misol uchun tabiiy fanlar sohasida faoliyat yuritayotgan olimlarda e, nimaga degan savollarimiz endi asosan struktura funksional bog'liqliklar atrofida-ku, Nodir aka. Struktura funksional bog'liqliklar ximiyada ham biologiyada ham, misol uchun ximiya biologiyani o'rtasidagi turli fan sohalarida aytmoqchi bo'lganim, ya'ni biz faqat tabiiy fanlar doirasida faoliyat yuritayotgan olimlar bilan cheklanib qolish niyatimiz yo'q. Albatta, O'zbekistonda ijtimoiy sohada faoliyat olib borayotgan olimlarni suhbatidan ham o'zimiz ham bahramand bo'lish niyatimiz bor va buni keng ommaga olib chiqish niyatlarimiz ham bor. Endi hozir aynan kim bilanligi haqida rejalarimiz borku, ular haqida hozircha aytmay turamiz. Ulardan o'zidan ruxsat olmaganligimiz sababli 10 minut vaqtimiz qolibdi. Shuni hisobga olamiz, Nodir aka. Hozircha endi Zoomni bepul variantidan foydalanib turibmiz. Aytmoqchi bo'lganim, ya'ni O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan, misol uchun yozuvchilar, shoirlar, tarixchilar, aytaylik, misol uchun madaniyat xodimlari bo'lishi mumkin. Sizlarga kim aytaylik ko'proq bir manfaatli bo'ladigan bo'lsa, yozinglar. Albatta bularni hisobga olib, keng auditoriyani fikrini hisobga olib, bularni imkoniyat darajamizdan kelib chiqib olib chiqamiz. Shunaqa niyatlarimiz bor, Xudo xohlasa. Nodir aka, fikringiz bo'lsa marhamat. Shuni aytmoqchi edim hozir. Rahmat. Endi yana bizni o'sha aytganingizdek bugungi kundagi mana texnologiyani yutuqlari, ulardan qanday qilib foydalanish kerak degan savollar juda ko'p bizni auditoriyada ko'p aylanadi, bilasiz. Masalan, aynan sun'iy intellekt masalasi, sun'iy intellektga boshida to'g'risini aytish kerak, tushunmadik. Undan keyin tushunganimizdan keyin albatta uni salbiy bilan ijobiy qaradik. tomonlarini ijobiy baholashni boshladik va albatta buni o'z yo'lida ishlatish kerak va undan qanday samarali foydalanish kerak. Mana shu narsalar to'g'risida ham siz aytgandek to'g'ri savollarni beramiz. Hali ustozlarni aytaylik katta yoshdagi auditoriyani fikrini o'rganamiz, yosh auditoriyani fikrini o'rganamiz. Mana siz xabaringiz bor, o'zimiz o'sha bir nechta ilmiy safarlarda bo'ldik, xorijiy safarlarda, u yerdagi xorijiy olimlarni fikrini o'rgandik bu bo'yicha. Va biz olayotgan umumiy xulosalar shuki, har qanday yangilikdan to'g'ri foydalansa bo'ladi. Har qanday yangilikni to'g'ri qo'llash mumkin. Faqat o'sha qo'llayotgan paytda nimalarga ahamiyat berish kerak, undan qanday to'g'ri foydalanish kerak degan savollarga to'g'ri javob olinsa yaxshi bo'ladi auditoriyamiz uchun ham. Yoshlar albatta kuzatadi va hokazo. Katta yoshdagilar ham buni kuzatib o'zlariga xulosa qilishlari mumkin. Keyin yana bir narsalar, mana bizda biz ham fan, ilmiy tadqiqot va ta'lim tizimiga biz murojaat qilmoqchimiz va biz bilamizki, mana fan va ta'lim o'rtasidagi integratsiya qanaqa qilib yo'lga qo'yish kerak. Bugungi kunda mana ilmiy tadqiqot institutlari o'zini tajribasiga ega.
va oliy ta'lim muassasalari o'zini tajribasiga ega. Bularni integratsiyasini ta'minlash bo'yicha juda katta islohotlar ketyapti. Endi bu islohotlarni biz to'g'ri yo'lga qo'yilishi uchun ana shu tajribalarni o'rganishimiz kerak va shu tajribalarni kim qanday rakursda ko'radi, ya'ni nazar bilan ko'radi. Mana shuni ham agar nima qilsak, keng ochib savollarni qo'ysak, shunda biz o'ylaymizki, auditoriya o'ziga yarasha javobni topadi. Albatta. Nimalar muammolar bo'lyapti? Qanday biz bu muammolarga yechim topishimiz kerak o'zi aslida. Mana shu ichki e, nimadan kelib chiqib, holatdan kelib chiqib, Fanlar akademiyasida, e, Oliy oliy ta'lim. ta'lim tizimida. Ana shularni ham man o'ylaymanki, yaxshi bo'ladi mana bu podkastda mavzularni ichida bo'lganligi. Fikringizni davom ettiraman, Nodir aka. Biz ko'rib turganlarga gap nima haqida ketayotganini yaxshiroq tushuntirish uchun Nodir aka kimyo fanlari doktorlar o'zlari hozir farmatsevtika universitetida dars beradilar, ham rahbarlik lavozimida ishlaydilar. Aytib o'tib ketay, aynan nima uchun bu gaplarni gapirayotganlarini. Nodir aka juda ham ko'p davlatlarda ilmiy safarlarda bo'lganlar, ishlaganlar va ko'p davlatlarni ta'lim tizimi va tadqiqot tizimidan bevosita xabardor insonlar. Shuni endi aytib o'tsam qizig'roq bo'lsa kerak. Nodir aka, Germaniyada ishlab kelgansiz, 1 yildan ko'proq. Yaponiyada ishlab kelgansiz, Amerikada ishlab kelgansiz, Hindistonda stajirovkada bo'lgansiz, Vengriyani ta'lim tizimidan anchagina xabardorsiz, bir necha marta bo'ldingiz adashmasam. Ya'ni ta'lim tizimimizni isloh qilinishida aytaylik, misol uchun ko'pchiligi, qancha ko'p odamni fikrini biz yig'ib va auditoriyaga shuni bildiradigan bo'lsak, hammani o'zida ko'pchilikni fikri asosida o'zini shaxsiy fikri rivojlanadi va bu o'zini shaxsiy rivojlanish yo'lini yaratib olishga katta hissa qo'shadi degan bir bizni bir fikrimiz bor. Shu nuqtai nazardan ham misol uchun ko'pchiligi fikri biz uchun albatta yaxshi bo'ladi degan bir umidimiz bor. Shuni aytmoqchi edim, Nodir aka. Ozgina endi texnik Akmaljon, to'g'ri ta'kidladingiz. Xorijiy tajriba xorijiy tajriba va o'zimizni mahalliy tajriba bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, haqiqatdan ham biz xorijiy tajribasiz faqat o'zimizni mahalliy tajriba bilan masalan o'zimizni rivojlantira olmasligimiz tabiiy. Biz xorijiy tajribani o'zimizniki bilan integratsiya qilishimiz kerak, ya'ni uyg'unlashtirishimiz kerak. Va shu holatda albatta nima deydi, o'ziga xoslikni ham ko'rish kerak bo'ladi. Ya'ni o'zbek modeli O'zbekistonda o'zini masalan mahalliy ta'lim tizimini rivojlantirish va ilmiy bo'yicha tajribasini ana shu xorijiy tajriba bilan uyg'unlashtirishdi. Masalan, biz juda ko'p guvoh bo'lamiz. Ko'pchilik aytaylik, mana oliy ta'limdan keyingi ta'lim shakli, ya'ni doktoranturani qo'shni davlatlarda, Yevropa, G'arb qiladigan mehmonlarimiz yaxshi tushunishadi, yaxshi bilishadi. Bugungi kundagi shu keyingi ta'lim jarayonidagi ba'zi bir bosqichlarni mana qisqartirish yoki ularni aksincha kengaytirish, shunaqalar to'g'risida ham savollarni biz bersak yaxshi bo'lardi. Sababi biz faqat savol beramiz, u kishini fikrini eshitamiz va xolis fikrni o'rtaga tashlaymiz. Man shuni aytmoqchiman. Auditoriyamizga biz aytib Shuning uchun o'tishimiz kerak bo'lgan narsa, bu narsalar hammasi albatta podkastda davom etadi. uzr, auditoriyamizga aytib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa, 1:55 vaqtimiz qoldi. Ya'ni bizda hech qanaqangi subyektiv yondashuv bo'lmaydi. Ya'ni bir tomonlama yondashuv bo'lmaydi.
obyektiv bo'lishga harakat qilamiz. Ya'ni bu yerda aytaylik, O'zbekiston ta'lim tizimidagi yutuqlarimiz bormi? Bor. Buni tan olishimiz kerak. Hamma tomondan misol uchun kamchilik deyishimiz adolatsizlik bo'ladi. Kamchiliklarimiz bormi? Bor. Shu kamchiliklarimizni nima qilsak yengib o'tamiz? Qaysi misol uchun rivojlanayotgan yoki rivojlangan davlatlarni tizimidagi qaysi elementlarni olinsa yaxshiroq bo'ladi? Shu haqda albatta biz suhbat quramiz. Bu nima natija beradi degan narsa endi keyinchalik balki kimlarnidir boshqaruvdagi kimlarnidir fikriga yaxshiroq ta'sir qilar, boshqa bo'lar. Bu endi vaqt masalasi. Shu tomonlama albatta obyektiv yondashgan holda obyektiv mulohaza yuritib fikrni auditoriyaga yetkazish maqsadimiz bor. 1 minutdan ozroq vaqtimiz qoldi. Nodir aka tugatish so'zimizni aytsak ham bo'ladi. Sizlardan umid qilamiz shu videoni ko'pchilikka yetkazishingizni tarafdorimiz, layk qo'yishingizni iltimos qilamiz. Bu ko'pchilikka axborot yetib borishi maqsadida. Umid qilamiz podkastimiz davom etadi, xudo xolasa. Nodir aka, tugab qolguncha endi gapirib oling ozgina. Tugab ham qoldi shekilli. Manimcha menda internet ozgina muammo bo'lyapti, shuning uchun O'zim tugataman. E'tiboringlar uchun rahmat. O'rtoqlar, kuzatayotgan vaqtinglarga achinmaysizlar, xudo xolasa. Keyingi videolarimizni keyingi 2 hafta ichida xudo xolasa birinchi mehmon